Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu filtrimizni Samarqand viloyati Urgut tumani Bog'shamol mahallasiga o'rnatdik. Ushbu filtrimiz 1 soatda 500 litr suvni filtrlab beradi. Ishlatish qanday bo'lishini hozir ko'rsatib beraman buni. Masalan, mana bu ichkarisini ochamiz. Avtomatlari mana yoniq holatda, yuqoriga yoniq holatda turadi. Tubga ulab olganmiz. Filtrimiz o'rnatilgan. Mana bu qizil knopkani o'ng tarafga buraymiz. Mana apparatimiz yondi, mana ishga tushdi. Hammasi mana shu holatda stopda turadi, mana. Stopda turadi. Birinchi qiladigan ishimiz mana buni chap tarafga olib olamiz, manual rejimga. Va ikkinchi qiladigan ishimiz pastdagi nasosni qo'shamiz. Mana start tugmasiga bosamiz. Mana start. Mana bu bosim ko'rsatkichga qaraymiz. Bosim ko'rsatkich mana shu holatda ko'tarilgan bo'lishi kerak. 0 dan ko'tarilgan bo'lishi kerak. Mana hozir 0.2 da turibdi. 0 dan balandroqda tursa, katta nasosni qo'shsak bo'ladi. Yuqori qismlar filtrda turishi kerak. Mana shunday holatda mana filtr. Ya'ni bu yoqqa buralari mana shu holatda turishi kerak. Hammasi mana shu holatda turishi kerak. Servis mana ishlamoqda deyapti. Ochdi klapinimiz. Suvni katta nasosga ochdi mana. Bu yerdan ham bilsak bo'ladi, katta nasosga suv ochgan-ochmaganini mana bu yerdagi paplov ko'tariladi. Misol mana pastdagi nasosni o'chirsak, mana bu asta-sekin pastga tushadi. Ichidagi suv ketib olgandan so'ng, keyin mana buni yana yoqsak, mana bu ko'tariladi. Bu ko'tarilgandan keyin katta nasosni ishga tushirsak bo'ladi do'stlar. Sababi mana bu 3-klapin suvni katta nasosga qo'yib yuborgandan keyin katta nasosni ishga tushirishimiz kerak. Mana katta nasosni ishga tushirdik. Apparatimiz ishladi mana. Hozir toza suv ishlab chiqargani yo'q, chunki bu 0 bosimda turibdi. Hamma suvni chiqindiga chiqarib yuboryapti uskunamiz. Endi toza suv ishlab chiqarish uchun keyingi qilinadigan ish qandayligini hozir sizlarga tushuntiraman. Mana orqa tomonida qizil kran bor. Mana shu qizil kranni asta-sekin yopamiz. Asta-sekin. Mana shu bosim ko'rsatkichga qarab yopaveramiz. Mana shu 1 ga chiqqanda to'xtaymiz, 1 ga chiqqanda. Joylik yopib qo'ymang buni, chunki chiqindi suv ham chiqib turishi kerak filtrdan. Mana bosim ko'rsatkichi ko'tarilyapti mana. Ikkalasi ham mana bir xil ko'tariladi deyarli. Yana yopamiz. 1 ga chiqqanda to'xtatamiz buni. Mana 1, 2, 1, 3 ta ishlatsak bo'ladi. Mana 1 ga qo'yamiz. Bo'ldi mana 1 da turibdi. Normal holatda ishlayapti. Ba'zi membranal filtrlarda, ba'zi filtrlarda 1 ga qo'yib ishlashga to'g'ri keladi. Ba'zilarda 1, 2 ga. Buni qanday bilamiz desak, mana outputga ketadigan suv bilan toza suvga ketadigan suvni ikkalasini ko'ramiz. Har doim chiqindi suv oz bo'lsa ham toza suvga qaraganda ko'proq ketishi kerak. Mana daqiqasiga chiqindi suv 11-12 litr ketyapti. Toza suv 8 litr. Bu degani soatiga 500 litr beryapti degani, bu soatiga 600 litr chiqindiga ketyapti degani do'stlar. Demak, tushunib oldik. Apparatni o'chiramiz. Mana o'chirdik. Demak, ushbu filtrimizni o'rnatishga qanaqa xarajatlar ketishi mumkin? Demak, filtr apparatni olamiz. 3tasi, masalan 3tasi mana shunaqa buraladigandan olsak ham bo'ladi. Hozir bittasi bu yerda elektronli ekan. Ko'pchilik qiziqadi, qaysi biri yaxshi deyshadi. Albatta, ko'pchilik so'rashganda avtomatni ko'pchilikka yaxshi deb tavsiya qiladi, lekin mening shaxsiy fikrim avtomatdan ko'ra albatta uchalasi ham rushnoy bo'lgani yaxshi. Sababi bitta knopka bilan farq qilyapti. Albatta rushnoy kran elektron kranga qaraganda juda ko'p xizmat qiladi. Chunki bu albatta sho'r suvni tozalaganda buni ichida sho'r qotib qolishi mumkin, klapin ochmay qolishi mumkin. Agar bu klapin ochmay qolsa, mana bu bochka pachaq bo'lib qoladi. Qimmat bo'lgani bilan qimmat narsa yaxshi degani emas. Uchalasi ham rushnoy bo'lgani yaxshi albatta. Hech qanaqa buni nima deydi? Ko'pchilik avtomat desa zo'r deb o'ylaydi. Aslida knopkasida farqi bor. Buni knopkasini bosib ochsangiz yoki avtomatikga qo'yib qo'ysangiz, bir haftada bir yuvishga, buni bir haftada bir 15 minut vaqtingiz ketadi yuvishga. Mana shunday. Agar shunga ham erinadigan bo'lsangiz, bundan olganingiz yaxshi. Agar erinmayman, bir haftada 10-15 minut, yarim soat vaqtimda shu filtrga sarflayman desangiz, albatta rushnoy yaxshi. Sababi rushnoy uncha-munchaga buzilmaydi, juda ko'p xizmat qiladi. Agar bu buzilib ichida tuz bosib qoladigan bo'lsa ham, buni almashtirish usta puli ham o'zi ham qimmatga tushadi do'stlar. Shuning uchun shaxsiy tavsiyam albatta uchalasi ham rushnoydan olgan ma'qul. Demak, buni tushuntirib o'tdik. Filtrimizga ketadigan xarajatlar. Bitta filtr olsalaringiz, hozirdagi narxi mana shunaqa soatiga 500 litr chiqaradigani. Misol bitta olsalaringiz bundan 24 million deylik.
bochka olasiz, keyin ikkita bochka olasiz. Mana bunaqa Amerikanka shunaqa xarajatlariga ham 3 million ketib qoladi. Yo'q, bu yog'i hamma xarajatlari bilan, usta pul xarajatlari bilan 30 million so'mga boradi bugungi kunda. Mana shunday biznes boshlamoqchi bo'lganlar uchun. Ko'rishingiz mumkin. Bunisi 2000 litrlik, bunisi 1100 litrlik ekan. Ushbu filtrimiz o'rnatildi. Ko'pchilik aytishadi, xarajatlari qancha bo'ladi, 1 yilga filtrlarni qanday almashtirib turaman deyishadi. Misol, ikkita membranasi o'rtacha 2,5 million bo'lsin. Narx o'zgarib turadi. 2 million 600, 2 million 700, 2 million 400, 2,5 million ikkita membranasini hisoblasak, oldi tarafdagi filtrlari kvarsniy pisok, ko'mir, katyanit uchalasiga 4 million atrofida, jami 6,5, 7 million ketib qoladi. 1 yilda filtrlarning hammasini almashtirishga 6-7 million atrofida ketadi. Va bu yerda bitta filtri bor, polipropilen filtr deyiladi. Uni har 15-20 kunda ochib ko'rasiz. Agar kir bo'lgan bo'lsa, almashtirib turasiz. Hozirdagi narxi 30 ming so'm. Buni ham narxi o'zgarib turishi mumkin. Balki oshishi, balki tushishi mumkin. Hozirdagi narxi 30 ming so'm. 10 kun, 15 kunda almashtirib turasiz do'stlar. Bu yerda tuz solinadigan baki bor. Bir oyda bir tuz solib yuvib turasiz filtrni katyanitini. Ana shu holatda bizga rushnoy juda az qotadi. Rushnoy bo'ladigan bo'lsa, yuvishga umuman qiynalmaymiz. Tuzni qanaqasidan olaman deganlar uchun tuz vishchi sort, eng oliy sortli yodlanmagan tuz bo'lishi kerak. Shundan 5%, 10% qilib yuvsangiz bo'ladi tayyorlab. Uni yuvish jarayonini alohida video qilamiz. Ana shu videodan ko'rib olsangiz bo'ladi qanday qilib yuvish kerakligini. Videomiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.